Shu paytgacha hech qaysi tadbirkorga qiziqqanim yo'q edi. Sizni mana bu videolaringizni ko'rib, aka, Biznes planni ham beraman. Biznes qanaqa ochishni ham o'rgataman. nimaga siz bilan birgalikda hamkorlikda biznes qilishim mumkin emas deb turib o'ylanib qoldim-da. Telegram kanallarimga kiring degan ekansiz. Hoziroq Anvar Abduqayim Telegram kanalimga qo'shilib oling. Telegram kanallaringizga kirganimda ichkari savol-javoblar shuncha laykdan keyin savollaringizga javob beriladi degan narsalarni ko'rdimda, to'g'risi juda ham qiyin bo'lganligi sababli chiqib ketdim. Keling, undan ko'ra realni gaplashamiz. 600 million pul qo'ygan ekansiz. Mashti turgan 600 million pulni shogirdlarimga investitsiya qilishga qaror qildim. 600 million emas, bunda 1,5 milliard pul turibdi. Agar istasangiz 10 barobarini qo'yishimiz ham mumkin. Yo siz menga shogird tushing, yo men sizga shogird tushay. Menda ham biznes planlar bor. Istasangiz eshitib ko'ring. Xohlasangiz uchrashamiz. Sizni biznes planlaringiz haqida suhbatlashamiz. Keling, undan ko'ra realni narsalar haqida gaplashaylik. Xalqimizda birgalikda yuzlab odamlarni ish bilan ta'minlaymiz. Bo'lsa xalqimizga bo'lsin, aka.